Rigadan Estoniyaga bir kunlik sayohatimiz bizga qanchaga tushdi? Birinchidan, yo'lga chiqishdan oldin saharlik uchun do'kondan shirinlik va ichimliklarni oldik. O'zi ham do'kon yopilishiga 5 daqiqa qolganda kirganimiz uchun narsalarni shunaqa yugurib oldik. Bu xarid odam boshiga taxminan 5 yevrodan tushdi. Do'kondan chiqib avtobus tomon yo'l oldik. Avtobus ketish biletini bir kun oldin odam boshiga 15 yevrodan olgandik. Soat 1:00 da avtobusga chiqib joylashib oldik. Yo'lda biroz uxladik, gaplashdik, saharlik qildik va taxminan 4,5 soatda Tallin shahriga yetib keldik. Tonggi Tallin juda ham sokin edi. Shaharni bilmasak ham avtobus stansiyasidan chiqib ketib, shaharni aylana boshladik. Keyin bizni Tallinda akamiz kutib oldi va kishi boshiga 10 yevrodan bir kunlik avtobus kartasini olib berdi va shaharni aylana boshladik. Birinchi o'rinda Pyotr I xotin uchun qurdirgan saroyni ko'rdik. Keyin Boltiq dengiz sohiliga chiqib, dengizni tomosha qildik. Undan tashqari tarixiy binolarni, zamonaviy binolarni va Old Townni sayr qildik. Aylanib bo'lgandan keyin iftor vaqti ham kelib qoldi va shu paytda iftorlik uchun mana shu kafega kirib ovqatlandik. Bu iftorlik va keyingi saharlik uchun olingan narsalar bizga odam boshiga 12 yevrodan tushdi. Xullas bir kecha akamizga dam olib, ertalab soat 7 da yana avtobusga chiqib, Riga tomon yo'l oldik. Qaytish bileti esa odam boshiga 10 yevro bo'ldi. Shu bilan sayohatimiz yakunlandi. Yevropaning eng yaxshi tomoni shundaki, dam olish kunlari boshqa davlatga ham bemalol sayohat qilib kelishingiz mumkin. Yevropada yashash, o'qish va sayohat sizga qiziq bo'lsa, kontentlarimni kuzatib boring va menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.